Mana bu belgilarga diqqat qiling. Ertalablari og'izda achchiq ta'm yoki badbo'y hid. Ovqatdan keyin qorinda shish, og'irlik hissi, qabziyat yoki nabarot tez ketishi, teridagi toshmalar, akne yoki xira rang. To'yib uxlasangiz ham har doim charchoq. Bu belgilar ichaklaringiz iflos, toksinlar miqdori ko'p, toksinlar hatto endi qon orqali butun organizmga tarqalayotganligining signali. Bilib qo'ygan yaxshi. Toksinlar jigar, gormonlar, teri hamda energiya darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Oqibatda gormonal muvozanat buziladi, immunitet pasayadi, terining rangi xunuk, ertacha ajinlar tushadi, oq-qora dog'lar paydo bo'ladi. Holsizlik, asabiylik kuchayadi. Yaxshi xabar, muammolarning yechimi bor. Bu ichaklarni hujayra darajasida tozalash. Agar sizda ana shu belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, izohda ichak deb yozib qoldiring. Maxsus gaydni olasiz.